Assalomu alaykum avtodom obunachilari. Nexia 3 dehqondan so'raganlarga 2019-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 sotilyapti. Kraskalar toza, absolyutdan tekshirib olasizlar. Xo'p, yurgani qancha deganlarga yurgani 91 mingga yaqinlashmoqda. 90.800 yuribdi, 91 mingga yaqin. Mexanikadan boshlaymiz. Chexol, barlar, xullas hamroq poliklar ham qilingan, kovliklar yetishab qo'yilgan. Tayyor holatda boshlaymiz. Dehqonchilik mashina pul zarli uchun sotilyapti. Xo'p, narx qancha deganlarga narxi 7200 kami bor deyilyapti. 7200 kelishtirib beriladi. 65 ga 6500 ga berilmabdi. Olib sotarlarga berilmabdi. Mashina bozorda yakshanba kuni. Xo'p, mashinamiz metanda, rasxodlar yo'q, tayyor holatda, to'rtta yangi balonlar. Xolaslar, minaslar. Gench qo'radi aka. Iloji bo'lsa oldi sot degan. Agar yaxshiroq odamlar bo'lsa, genam. Ko'p muddatga emas, general ko'p muddatga berilmas ekan. Tushunarli. Mashina qayerda bo'ladi aka? Qayerda ko'rsatadi? Mendonobodda, mashina bozorida oldida kelib ko'raverasizlar. Ustida kapot ustida, xudo xolasa 7200 kapot ustida tork kelishlaveradi. Pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol telefon qo'shishlaringiz mumkin. Layklar bosishingizdan chiqmasin.